Assalomu alaykum. Bugun davlat xizmatida ochiqlik, halollik va adolat tamoyillarini mustahkamlash ustuvor vazifaga aylandi. Buyuk allomalarimiz insonni halollik va adolatga chorlab kelganlar. Xususan Abu Nasr Forobiy shunday ta'kidlaydi. Fozil jamiyatning asosi adolat va ezgulikdir. Bu g'oya davlat boshqaruvida adolat ustuvor bo'lgan jamiyatgina barqaror taraqqiy etishini anglatadi. Shuningdek, Amir Temurning kuch adolatdadir degan hikmati har bir rahbar va davlat xizmatchisi uchun dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Adolat ustuvor bo'lgan joyda korrupsiyaga ham barham beriladi. Stop korrupsiya ko'rsatuvi efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda viloyat statistika boshqarmasi mutasaddilarini taklif etganmiz. Demak, tanishtirib o'taman. Viloyat statistika boshqarmasi bosh yurist konsulti Otabek Berdimurodov. Boshqarmaning murojaatlar bilan ishlash va ijro intizomi bo'yicha bosh mutaxassisi Furqat Sattorov. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Otabek aka, statistika organlarida bugun korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan ishlar natijadorligi xususida dastlabki ma'lumot bilan bugungi suhbatimizni boshlasak. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida keng islohotlar olib borilmoqda. Shu qatorda bizning statistika boshqarmamiz ham chetga qarab turgani yo'q. Statistika boshqarmamizda hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tizimi xodimlari kasb odobnomasi yagona prinsiplari to'g'risida qoidalarga rioya qilgan holda birinchi o'rinda odob bo'lgan joyda tartib bo'ladi degan prinsipga qo'llab odob axloq qoidalaridan boshlaganmiz. Xalqimizda bir maqol borku, tarbiya beshikdan boshlanadi degan narsa bor. Shu odob axloqdan boshlaganmizda o'sha boisida O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tomonidan chora-tadbirlar ishlab chiqarilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha. O'sha chora-tadbirlarda har bir soha, har bir bo'lim, har bir xodimlarimizga alohida topshiriqlar ko'rsatib o'tilgan. Avvalo korrupsiyaga faqatgina tashkilotlar emas, aholimizning o'zi ham juda qiziqish bilan daxldorligi bor. Chunki uni hozir biz murosasiz korrupsiyaga qarshi kurashish muhtaram prezidentimiz tomonidan favqulodda holat e'lon qilingan 2026-yilda. Bu bo'yicha hozir keng targ'ibotlar olib borilyapti. Tumanlarda, yoshlar o'rtasida, maktablarda olib borilyapti. Mana bizlarning hozir to'g'ridan to'g'ri viloyat statistika boshqarmamizda korrupsiyani oldini olish bo'yicha compliance nazorati bo'limi ochilgan. O'sha nazorat bo'limida hozir xodimlarni ishga qabul qilish, ularni ishga qabul qilishda shaffoflik, ularni halollik, ularni qabul qilishda ko'proq raqamlashtirilgan, hammasi elektronniy. Bugun haqiqatan ham tizim 100% raqamlashtirilgan, 100% shaffof holatda. Ochiq saytlarda bor, ochiq saytlarimizda e'lon qilinadi. O'shanda onlayn uyda turib, xohlasa joyida turib onlayn suhbatlardan o'tishi mumkin. O'sha suhbatlar yozib olinadi, YouTube'larga qo'yiladi, suhbat jarayonlari. Bu shaffoflik qay darajada bugun samara beryapti? Natijasi sezilyaptimi? Natijasi sezilyapti. Unumdorlik qanday bo'lyapti? O'sha ishga ochiq tanlovlar asosida qabul qilingan xodimni keyingi bilim malakasi qanday bo'lyapti? Hozirgi bu shaffoflikda shu yaxshi samara berayotgan tarafi haqiqiy bilimi bor, haqiqiy ilmi bor, ishga qobiliyati bor, shijoati bor yoshlar kirish imkoniyati to'liq yo'lga qo'yildi. Avvallari bu jarayon bo'lmaganda kimdir tanishini bilishini qilardi, tanish-bilish orqali kelardi. Unaqa narsalar yo'q bo'ldi hozir. Chunki u yerda komissiya tuziladi. O'zimizning ichki komissiyalarimiz bor. Ichki komissiyalarimizda o'sha suhbat jarayonida o'zimizning O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi respublikadan ham vakillar qatnashiladi. O'zimizda hozir mana Argusdan vakillarimiz qatnashadi. Ular o'rtasida ochiq, shaffof savollar, random asosida savollar beriladi. Savollar oldindan tanishtiriladi, qanaqa savollar tushishi. Yoshlar yaxshi. Demak, bo'lg'usi nomzodlar haqiqiy o'z kuchiga, bilimiga ishonganlar va o'sha ishga qabul qilingandan keyin ham oylik olib ishlasam bo'ldi degan qabilida ishlashmayapti bugun. Shunday. Ularni bilimi, ishni yuritishi qanaqa bo'lyapti? Qanaqa baholanyapti? Monitoring qilinganda natijalar qanday bo'lyapti? Bilimi o'zini ustida ish olib borilyapti. Haqiqiy ishlayman, yaxshi o'zimni ko'rsataman, davlatimizga bir hissam tegadi degan farzandlar o'zi otilib chiqyapti. O'zi kirib, kelib, suhbat jarayonida o'zlari bilinyapti. Suhbatda shaffof o'zimizning komissiya, respublika komissiyalari qatnashyapti, Argus komissiyalari qatnashyapti. Hammasi komissiyalar bilan aniq, tiniq, yaxshi
salohiyati bor, bilimli bolalar qabul qilib olinyapti. Bugun o'sha har bir tashkilotda, har bir boshqarmada korrupsiyani xavfini aniqlash va uni oldini olish, bartaraf etish borasida ham bir mexanizmlar ishlab chiqilgan. Statistika tizimida bugun bu holat qanday? U bo'yicha bizlarda aniq takliflar ham berildi. O'sha takliflarimizga ko'proq korrupsiyani oldini olish bo'yicha qonun hujjatlari nimaligilari tanishtirib borilyapti xodimlarga, uning ertangi kunda oqibatlari nimalarga olib kelishligi yoki korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirish, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi qonunga. Unda ko'rsatib o'tilganki, hozir reyestr joriy qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha reyestr joriy qilindi. Kim korrupsiya holati bilan jinoyat sodir qilgan bo'lsa, ularga reyestrga kiritiladi-da, keyinchalik boshqa ishlarga kira olmaydi. Demak, ro'yxatda turadi, nazoratga olinadi, turadi. Undan tashqari yana bu juda yaxshi qonunga o'zgartirishlar kiritilgani, ularning boya korrupsiya to'g'risida xabar berganlarni himoyalash kafolatlandi. Davlat tomonidan qonun bilan kafolatlandi. Qonun bilan kafolatlandi. Korrupsiyaga qarshi kurash compliance nazorat xizmatchilariga ham qancha huquq majburiyatlar belgilandi. Undan tashqari ularni ham himoyasi kafolatlandi. Himoyalar kafolatlandi. Bu o'sha qonunning reyestrga kiritishi mana 27-moddaning 1-bandida ko'rsatib o'tilyapti-da, 28-moddada ularning xavfsizligi kafolatlanilyapti. 1155 qonunning 28.1.1da ularning xavfsizligi kafolatlanilyapti. Bu juda ham hozir yaxshi samara beryapti. Avvallari misol o'zimizni aytganda birov xabar bersa xavfsizligini o'ylardi-da, hozir xavfsizlik 100% kafolatlanadi. Uni misol birov yoki maxfiyligi kafolatlanadi, xavfsizligi kafolatlanadi, shaxsi kafolatlanadi. O'zimizda hozir Samarqand viloyat statistika boshqarmasida bizlarga o'sha shikoyat va arizalarni to'g'risida qutichalar qo'yilgan. O'sha qutichalarda faqatgina maxsus shaxslar borib ochib olinadi. Ungacha boshqa hech kim olinmaydi. O'sha konvertlar tashlab ketiladi, xatlar beriladi. Keyin bizlarda qachondan boshlab tashkil qilindi mana shu maxsus qutilar? Bizlarda bu ancha yildan beri bor. Hozir o'sha yana mustahkamlandi. Endi bu qutichalarda mana shunday xatlar, mana shunday xabarlar bugun qanaqa, endi ko'payganmi, kamayganmi? Yo'q, bizlarda statistika sohamizda murojaatlar ochiq saytimiz bor. Saytimizda Samstat degan saytimiz bor. Keyin Telegram kanallarimiz, Facebook, Instagram kanallarimiz bor. O'sha kanallarimizga to'g'ridan-to'g'ri kelib tushadigan murojaatlarimiz bor. Undan tashqari o'zimizning ishonch nomerlarimiz bor. Telefon, qisqa raqamli nomerlarimizga kelib tushadi. Hozirgi kunda bizga statistikada unaqa korrupsiya holatida liglar kelib tushmagan bizga murojaatlar. Ishonch raqamlari bormi? Ishonch raqamlari ishlaydi. Ishonch raqamlarini sinov tariqasida tekshirib ko'rsa ham bo'ladi, ishlaydi. Ishonch raqami 55lik 706 5860 raqami. Statistika boshqarmasining ishonch telefon raqamlari. Korrupsiya haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsalar, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bevosita o'sha ishonch telefoni orqali murojaatini qabul qilib olinadi va bevosita murojaatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bugun tizimda fuqarolar murojaatlari bilan qanday ishlanyapti? Ochiqlik, shaffofligi ta'minlanyaptimi? Fuqarolarimizni qay darajada ishonchi ortyapti bugun? Statistika boshqarmasida murojaatlarni qabul qilish tartibi shu og'zaki, yozma va elektron tartibda murojaatlar qabul qilinadi. Ishonch telefoni orqali ham murojaatlar qabul qilyapmiz. Asosiy bizlarda keladigan murojaatlar ijrosi muntazam ta'minlanib bormoqda. Jumladan, misol uchun sayyor qabullarda murojaatlar qabul qilib olyapmiz. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rahbariyati misol viloyatda qo'yilgan sayyor qabullarda murojaatlar qabul qilib olamiz. Samarqand viloyat statistika boshqarmasining mas'ul rahbarlari tomonidan har oyda bir marotaba hududlarda sayyor qabullar tashkil qilganmiz. Ushbu sayyor qabullarda fuqarolar kelib, shu jismoniy yuridik shaxslar o'zining xohlagan murojaatlari bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Bugun fuqarolar tizim xodimlarining xizmatidan qay darajada rozi bo'lyapti va asosiy murojaatlar nimalardan iborat bo'lyapti? Murojaatlar endi statistika hisobotlarini to'ldirish bo'yicha bizlarda ko'pdan ko'p murojaatlar qabul qilinmoqda. O'sha statistika hisobotlarini qayta tartibda to'ldirish, hisobotlar muddati o'sha bo'yicha murojaatlar ko'pdan ko'p statistikada shunaqa murojaatlar kelib tushadi. Rozimi endi fuqarolarimiz bugun xizmatdan? Endi o'shanaqa korrupsiya holatlariga yo'l qo'yilgan vaziyatlar ham bo'lyaptimi? Bunaqa murojaat viloyatga hali kelib tushmagan, statistika boshqarmasiga. Korrupsiya bo'yicha holat bizda aniqlanmagan shu paytgacha. Manfaatlar to'qnashuvini oldini olish borasida qilinayotgan ishlarga ham to'xtalib o'ting.
manfaatlar to'qnashuvini oldini olish borasi bo'yicha hozirgi kunda tizimda aniq tiniq normativ hujjatlar qabul qilingan. Normativ hujjatlarga asoslanib bizlar boya yuqorida aytganimdek chora tadbirlar ishlab chiqilgan. Chora tadbirlarda har bir punktida yangi ishga kelgan xodimni uni deklaratsiya deymiz, deklaratsiya to'ldiriladi. Uning yaqin qarindoshlari yoki yaqin qarindoshlardan birortasi bir-biriga manfaatlar to'qnashuvi bo'lgan bo'lsa, bular to'g'ridan-to'g'ri tekshirilib keyin olinadi. Tizimda ishlayotgan xodimlarning manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha bularga har oyning 2 martadan korrupsiya bo'yicha o'quv seminarlari olib boriladi, davra suhbatlari olib boriladi. Undan tashqari ularga tushuntirishlar olib boriladi. Agar manfaatlar to'qnashuviga to'g'ri kelganda o'zlari chekinishligi qonunda ko'rsatib o'tilgan, to'g'ridan-to'g'ri o'zlari chekinib boshqa xodimga berishligi, bu tartiblar hammasi xodimlarga muntazam ravishda o'rgatilib, o'quv seminarlar, davra suhbatlari olib borilyapti. Deklaratsiya to'ldirish deyapsiz, xodim demak deklaratsiya O'zining yaqin qarindoshlarini deklaratsiya to'ldiradi agar yil boshida. deklaratsiya to'ldirishdan bosh tortsachi, shunday holatlar ham uchrayaptimi? Yo'q, bu manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida qonunda deklaratsiyadan bosh tortish mumkin emas, chunki davlat xizmatchisi degan qonunimiz bor. Davlat xizmatchisi To'ldirishi shart, majbur. Majburiy, chunki o'zini yetarli hujjatlari bo'lishi kerak. Buni ishga qabul qilinayotganda topshiriladigan normativ hujjatlari bo'ladi o'zining. Uni to'g'ri, aniq to'ldiryapti deb kim kafolat bera oladi? Uni tekshirish jarayonida bizlar o'zimiz yana orqasidan masalan oila qarindoshlarini tekshirishda bizlar uni tahlilini olib boramiz o'zimiz. Tahlilini olib boramiz. Yaqin qarindoshlari kimlarga tegishli. Noto'g'ri ma'lumot kiritgan holatlar aniqlansa agar nima bo'ladi? Bunda ham biror bir chora belgilanganmi? Unda noto'g'ri ma'lumotlar kiritsa, ularga chora Mabodo yashirish holatlari ham bo'lsa, agar manfaatlar to'qnashuvi yashirish holati bo'lsa, unga chora belgilanadi. Ishda qolish, qolmasligi yoki shunaqangi choralari bor. Bu demak deklaratsiya to'ldirgandan keyin nazorat qilib, tekshirilganda. Agar shunday holat aniqlansa, boshqa lavozimga o'tkaziladi yoki intizomiy jazo boshqa choralar qo'llaniladi. U bo'yicha manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha bizlarda hozirgi kunda takliflar ham berdik. Takliflar shu boshqa misol ichki ishlar bazasidan yoki mana pasport bazasidan integratsiya qilsa-yu, elektronlashsa-da, bizlar o'sha hozir xodimlarni ishga qabul qilishda ham elektronlashganda bazaga kiritiladi. Kadrimiz, inson resurslari bo'yicha ishlash xodimamiz kiritadi bazaga. O'sha bazaga agar manfaatlar to'qnashuvi bo'lsa, biz takliflar berganmiz, respublikaga berganmiz. O'sha takliflar o'sha kiritilmasa, bir xil platformalar bor. Bironta ma'lumotni kiritaman desam, dopusk bo'lmaydi-da. Shunaqa takliflar berganmiz. Bu yerda demoqchimanki, inson omilini kamaytirish. Korrupsiyani olib kelib chiqishning asosiy sabablari inson omili. Inson omilini kamaytirish. O'shani takliflar berganmiz. Yaqin kunlarda qilib o'tiribmiz. O'shalar agar integratsiya qilib qo'yilsa, to'g'ridan-to'g'ri misol kimdir agar meni kiritmoqchi bo'lsa, o'sha bazaga o'zi qo'ymaydi. Chunki men yaqin qarindoshim o'sha sistemada yoki shu tizimda ishlayapti. Shunaqangi integratsiya takliflarini berganmiz. Bu juda yaxshi taklif, uni ma'qullashdi respublikadan. Yaqin kunlarda men amaliyotga taqdim etiladi. Korrupsiyaning oldini olishda har bir xodimning shaxsiy mas'uliyatini oshirish borasida nimalarni yana ilgari surgan bo'lardingiz yurist sifatida? Xodimlarda korrupsiyani oldini olish bo'yicha mas'uliyatni oshirishda pora beradigan xodimlar ham bor, oladigan xodimlar ham bor-da. Ikkoviga bir xil jazo tayinlanib, ularni ko'proq tizimda bormi bugun shunaqa holat? Yo'q, o'sha tizimda yo'q. Biz chunki bu tizimda yo'qligi biz muntazam ravishda targ'ibot olib boramiz, davra suhbatlar olib boramiz. Ular bilan mana shunday qilsang shunaqa jazolar bor, shunaqa qilsang shunaqa jazolar bor. Men hozirgi kunda o'sha yana tizimda xodimlarni ekskursiyalar tashkil qilishni men taklifini bergan bo'lardim. Jazoni ijro etish muassasalariga qaysi holatlarda, qaysi tizimda yoki qaysi bo'limda korrupsiya holat xavfi bor bo'limlarda ekskursiyalar tashkil qilish, jazoni ijro etish muassasalariga borib, ko'rib, uning oqibatlari nimalarga olib kelishi, qolaversa ularning oilalari bilan kerak bo'lsa davra suhbatlari o'tkazish. Hozirgi kunda ko'proq shu oiladan boshlanadi-da. Oilasi topib kel, menga pul topib kel dedi. Tizimda ishlayotganlar keyin buni topib borishim kerak ekan dedi. Mana hozir yaxshi muhtaram prezidentimiz tomonidan yaxshi islohotlar olib borilyapti. To'y marosimlarini qisqartirish, bu ham bir korrupsiyani oldini olishning bir qandaydir haligisi. Tagida negizida korrupsiyani oldini olishda qancha xarajatlar kamaytirsak, o'shanda korrupsiyani oldini olishning yaxshi haligisilari. Tizimda bugun korrupsiyaga qarshi kurashishda jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qanday?
hamkorligimiz yaxshi. O'zimizda saytlarimizda, Telegram kanallarimizda, Instagram, Facebook saytlarimizda, YouTube kanallarimizda ochiqdan ochiq ma'lumotlar hammasi ochiqcha qo'yilyapti. Sizlar tarafdan ham yaxshi haligilar olib borilyapti. Mana hozirgi bugungi olib borilayotgan tadbirimiz ham bu ham bir qandaydir targ'ibot. Bu juda ham yaxshi targ'ibot. Bu targ'ibotlarni yanada ko'paytirsak, yanada ommaga, keng ommaga yetkazsak, o'shanda xalqimiz ichida o'sha korrupsiya degan bir haligidan illatdan qutulishimizga yaxshi yechim bo'lardi. Endi yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, komplians nazorat bo'limi ham tashkil etilgan deb. Endi buni faolligi sezilyaptimi bugun tizimda? Sezilyapti. Hozirgi kunda juda sezilyapti. Buni compliance deganda xodimlar ancha o'ziga mas'uliyatni olyapti. Avval hushyorligi oshyapti, chunki u yerda compliance o'zi imенно o'sha soha bo'yicha targ'ibotlar olib borilyapti. Uning oqibatlari nimaga olib kelishini aytyapti. Oldini olish bo'yicha takliflar kiritilyapti. Yana mana ochiq saytlarda nazoratini, monitoringlarini olib borilyapti, monitoring qilinyapti. Qaysi sohada yoki qaysi bo'limda yoki qaysi tizimda qanaqangi holatlar xavfi bo'ladigan bo'lsa, o'shani oldini olish bilan chora-tadbirlar ishlatilib, o'sha chora-tadbirlarga har biriga bandma-band o'shalarga ijrosi ta'minlanib borilyapti. Yaxshi haligilar olib berilyapti o'sha compliance nazoratida. Tizimda bugun takroriy murojaatlar ko'paygani yo'qmi? Murojaatlar o'zi muddati qancha vaqtda ko'rib chiqilyapti? Murojaatlarning muddati 15 kalendar kunida ko'rib chiqiladi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari. Takroriy murojaatlarga keladigan bo'lsak, takroriy murojaatlarni oldini olish bo'yicha har bir murojaat bo'yicha keng, misol uchun murojaatchiga o'sha javob xatlarini yoki misol uchun qiladigan murojaatini ijobiy hal qilish bo'yicha rahbariyatimiz va o'sha murojaatlar bo'limi tarafidan tushunchalar berilyapti. Nima uchun to'xtaldim? Chunki ishonchsizlik orqasidan yoki murojaati o'z vaqtida hal bo'lmagan fuqarolar takror murojaat qilishlariga to'g'ri keladida, tizimga nisbatan, xodimlarning xizmatiga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Korrupsiya, hamma joy tanish-bilishchilik degan fikr yuzaga keladi ularda. Shu bo'yicha endi murojaatlar bo'yicha shaffoflik, ishonchlilik bo'lishi uchun o'sha takroriy murojaatlarni oldini olish bo'yicha o'sha kerakli chora-tadbirlar amalga oshirilib bormoqda. Samarqand viloyat statistika boshqarmasining 3W-Samstat sayti orqali har bir fuqaro, jismoniy, yuridik shaxslar murojaat yo'llashi mumkin. Hech qanday to'siqlarsiz. Hech qanday to'siqlarsiz, to'g'ridan to'g'ri murojaat yo'llashi mumkin. Ushbu murojaatlar ko'rib chiqilib, o'z vaqtida murojaat egalariga javob xatlari berib kelmoqda. Murojaatlarning yechimi ta'minlanadimi? Ta'minlanmoqda shunaqa. Yana shuni qo'shimcha qilib aytamanki, bizning statistika tizimimizda, Samarqand viloyat statistika boshqarmasida xaridlar amalga oshiriladi. Bizlarda hozir yanvar 2026 yanvar mana shu iyun oylarida 10 ta xarid amalga oshirilgan. Buni amalga oshirishda har bir shartnoma tashkilotlar bilan shartnoma qilinganda, bu qanday xaridlar? Bu elektron xaridlar bo'ladi. Xaridlar bu o'zimizga, boshqarmamizga olinadigan boyagi konstovarlar, shunaqanisi, o'shanda shaffoflik 100% elektronlashgan. Tizimning moddiy texnik bazasini ta'minlash. Shunday, onlayn olinadi, shaffoflik bu yerda bor, chunki onlayn o'ziz xabaringiz bor, tenderga qo'yiladi yoki o'shanda qaysi arzon bo'lsa o'shanga qo'yiladi, o'shandan biza tanlab o'shanda aniq tiniq yozib qo'yilgan korrupsiya holatlariga duch kelganda, manfaatlar to'qnashuvi duch kelganda degan punktlar ham ko'rsatilgan. Unda jinoyat bo'lishi, unga muqarrarligi, qanaqa jazolar bor ekanligi hammasi o'sha shartnomada ko'rsatib o'tilgan. Bular hammasi elektronlashgan. Hozir avvallari qog'oz variantida bo'ladigan bo'lsa, hozir elektronlashgan, ochiq saytga qo'yib, ochiq saytdan olamiz. Bu ham demak, byudjet mablag'larining qanday, qayerga, aniq joylarga manzilli ishlatilishi shaffof ko'rsatadi. Ko'rsatuvimiz yakunida korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyatini yuksaltirish borasida tavsiyalar. Hozirgi kunda xalqimiz o'rtasida ko'proq ommaga, mana hozir yosh avlodimiz bor, kelayotgan maktablar deymiz, maktabgacha ta'lim, o'shalarda qanaqangidir hajviy sifatida bir lavhalar ishlab chiqish, yoshlarimizga ko'proq o'sha korrupsiya holatlari nima bilan oxir olib kelishi, oqibati nimalarga olib kelishi, davlatimizga qanchalik putur yetkazishi, davlatimizning siyosatiga yo davlatimizning rivojlanishiga, o'shani yoshlarimizga singdirib borishimiz kerak. Yoshlarimizga singdirib borsak, yoshlarimiz kelajagimiz. O'shaning uchun hozirgi asosiy haligi meni birinchi to'g'ridan to'g'ri aytadiganim shu yoshlarga maktablarda ko'p targ'ibotlarni kuchaytirish.
Tizimdagi olib borilayotgan islohotlarga ko'ra, shu statistika boshqarmasi tarafidan har hafta juma kuni korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha rahbariyatimiz tomonidan yig'ilishlar o'tkazilib kelmoqda. Xodimlarga bilim va ko'nikmalar berilmoqda. Har bir o'sha xodimga o'sha korrupsiyaning oqibatlari bo'yicha batafsil axborot berib, oqibatlari nimaga olib kelishi keng tushuntirib kelinmoqda. Rahmat. Korrupsiyaga qarshi kurashish bu jazolashdan ko'ra halollik muhitini yaratishdir. Ochiqlik qaror topgan, adolat ustuvor bo'lgan va mas'uliyat hissi yuksak bo'lgan jamoada korrupsiyaga o'rin qolmaydi. Shunday ekan, har birimiz o'z faoliyatimiz bilan jamoada halollik muhitini mustahkamlashga hissa qo'shishimiz darkor. Bu Stop korrupsiya ko'rsatuvi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.